Hayotingizni buzadigan ikkita asosiy odat bor. Va shu odatlardan qutulmas ekansiz, siz hech narsaga erisha olmaysiz katta ehtimol. Birinchi odat bu ishlarni keyinga qoldirish. Qanday qilib bu narsani to'g'rilasa bo'ladi? Mayda narsadan boshlang. Ertaga qilib qo'yaman, keyin qilib qo'yaman deb 5 minutlik, 2 minutlik, 10 minutlik ishlarni hech qachon qoldirmang. Va shu mayda narsalarni qoldirmaslikka harakat qilsangiz, katta ehtimol sizda umumiy odatingiz shakllanadi, ishlarni umuman keyinga qoldirmay qo'yasiz. Ishlarni keyinga qoldirish sizni o'ldiruvchi odatlardan biri. Butun umr hech narsani o'rgana olmaysiz. Til o'rganishni ham keyinga qoldirasiz, qayergadir borishni ham keyinga qoldirasiz, hayotingiz keyinga qolib ketadi. Ikkinchi odat, hayotingizni zahar qiluvchi odat, bu boshqalar bilan o'zingizni solishtirish. Chunki doim sizdan kimdirdir chiroyli, sizdan kimdir boy, sizdan kimdir kuchli, sizdan kimdir aqlli, sizdan kimdir muvaffaqiyatli. Tomingiz ketib qoladi bu dunyoda. Siz o'zingizni yangi Malibu'ngizni olib endi xursand bo'lib tursangiz, oldingizdan kimdir gelikda o'tib ketadi. Va har safar o'zingizni solishtirsangiz kimdir bilan katta ehtimol bilan shunchaki baxtli bo'la olmaysiz va doimiy depressiyada bo'lasiz. Shuning uchun 100 milliard dollar bormi kimdir, 10 milliard dollar bormi kimdir, farqi yo'q. Cho'ntagingizdagi 10 ming so'm o'zingizga afzal. Chunki aynan shu pulga uyga non olib kirasiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling, meni rivojlantiring. Paka.